Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda Netta GT hozirgi kunda har kim uchun qo'lga kiritish mumkin bo'lgan elektrosport kar. Qani ketdik. Har bir detal aerodinamikaga moslashtirilgan. Agressiv oldi qismi, original LED chiroqlar va sport uslubdagi kuzov. Haqiqiy zamonaviy sport kar. Bu versiya 231 ot kuchiga ega elektromotor bilan jihozlangan. Задний привод va maksimal tezlik 190 km gacha chiqadi. 0 dan 100 pokazateli atigi 605 soniya. Ichkaridan hammasi zamonaviy va texnologik. 15-6 dyuymli katta sensor ekran, yuqori sifatdagi materiallar va komfortli salon. Boshqaruv to'liq raqamlashtirilgan, hatto eshiklar ham ekran orqali ochiladi. Bitta zaryadda 560 km gacha yurish imkoniyati bilan va eng muhimi tez zaryadlanish 30 daqiqada 80% gacha bo'ladi. 231 ot kuchiga ega 560 km harakat zaxirasi, zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar. Netta GT hozir bizda sotuvda. Narx va batafsil ma'lumot izohlarda. Keyingi videolarda esa sizni yanada qiziqroq avtomobillar kutmoqda. Ko'rishguncha.